Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun 18-may, haftaning boshi, birinchi kun, haftalik ideyatamiz. Euro USD, polni funt, DXY paralarini o'zim swing trade ataman. Shuning uchun ochgan pozitsiyalarim ham, atgan ideyalarim ham katta time frame'da bo'ladi. Swing trade men uchun eng idealnisi kun ichida ko'p pozitsiya ochib yopgandan asosiy ideyalari to'g'ri risk atib, aniq pozitsiyalar ochgan yaxshi men uchun. Linki YouTube'a qo'yilgan videoda aytiladi. Euro USD'da oxirgi mart oyimiz bizada akkumulyatsiya yasab bergan, aprel oyimiz CRT ya'ni manipulyatsiya yasab bergan, 3 oyimiz may oyimiz sel yurishni boshladi, ya'ni sel yurishi kerak. May, iyun, iyul bundan keyingi 2-3 oy davomida sel yurishi mumkin. Eng yaqin targetimiz bizlara CRT low, ya'ni birinchi targetimiz shu. Bundan keyingi targetimiz esa pastdagi imbalans zonasi. Xuddi shu imbalans bizada imbalansiga kelsa biza tasdiq topib, shu diapazondan buy pozitsiya qarasak bo'ladi. Пока shungacha sel. Xo'p, nerdan sel girsa bo'ladi? E'tibor bersak, biz targetni aniqlab oldik, yo'nalishni aniqlab oldik. Endi shu yo'nalishga qarab biz pozitsiya ochishimiz kerak bo'ladi. Bizada qarasak oxirgi maksimum, minimum minimum bu hafta ochilib, o'zidan oldingi haftani minimumini yangilab korreksiyaga o'tdi. Korreksiyasi ner bo'lishi mumkin. Men uchun xuddi shu key level, ya'ni o'zidan 2 oldingi switchani minimum, ya'ni 2 hafta oldingi switchani minimumi xuddi shu levelga kelsa sell pozitsiya qarab ko'rsak bo'ladi. Xo'p, daily time frame'da daily time frame esa biza xuddi shu belgilagan key levelimiz order blok shakllantirib bergan. Order blok buzib o'tilgan. Endi bu qaytib kelib buzib o'tilinsa breaker blok aylanadi, ya'ni breaker blok. Xo'p, bundan ham tashqari bizada imbalans zona ham shakllangan xuddi shu levelda. Ya'ni shu zonamizga kelish ehtimoli yuqori. Biza birinchi o'rinda buy girsak bo'ladi, tasdiq olib. Ham ko'rib chiqamiz. Minusoviy imbalans. Xo'p, key level ham mavjud, breaker blok ham mavjud, FVG zonamiz ham bosh yerda. Xuddi shu levelga kelishini kutamiz. Bugun birinchi kun, bugunning o'zida bugungi kungi candle'imiz o'zidan oldingi switchani minimumini yangilab agar shu qolishda qolib ketadigan bo'lsa, keyingi kunimiz buy bo'lishi mumkin o'zidan oldingi imbalansi. Ya'ni bugungi kun o'zi zadaniyasini bajarib qo'yishi mumkin. Bugun o'zidan oldingi switchani, ya'ni PDH bo'ladi kunlikda. PDHni yangilab bilmasa, keyingi kunimiz yangilashi mumkin. Ya'ni CRT modeli bo'yicha, xuddi shu oylikda yurgan modelimiz daily time frame'da yasalgan, prosto buy yasalgan. Bizda eng yaqin targetimiz sel yetishidan oldin xuddi shu imbalansa chiqishi kerak. Bu bizada previously daily high, ya'ni o'tgan kunning maksimumi. Xuddi shu maksimumni yangilab keyin sel yetsa bo'ladi. Xuddi shu zonaga kelgan vaqti biza sel pozitsiya qarab ko'rsak bo'ladi. 1 minut. Tak. O'chirib turamiz. Xuddi shu zonaga kelgan vaqti sel qarab ko'ramiz, shungacha buy. Endi nerdan buy girsak bo'ladi? Savol. Kichikroq time frame o'tamiz. H1 time frame'da bizada eng oxirgi maksimum shakllangan. Xuddi shu maksimumni yangilab bersak, asosiy strukturani inducement yechilgan bo'ladi. Kimlardir cho'chtab qaraydi, lekin asosiy inducement, ba'zan inducementni yechadi, keyin bizada PDH mavjud, PDHning yangilanishini kutishimiz kerak. Xo'p, biza uni cho'chtab olib, haqiqatdan ham chizsak bo'ladi. Chiqadi, o'zidan oldingi maksimum yangilasa, H4 time frame'da imbalans shakllantiradi. E'tibor bersak, misol bundan keyingi candle'imiz ham davom ettirsa, xuddi shu levelda imbalans qilib ketsa, xuddi shu imbalansa test etganidan biza PDH gacha yoki bo'lmasa imbalansgacha pozitsiyamizni ochib ishlab olsak bo'ladi.
Keyin bu zonadan polniy pasi. Navodir tasdiq model topib hozircha xuddi shu zonada level yasab berishini kutishimiz kerak. Imbalans shakllanishini, imbalans shakllansa tasdiq olib buy pozitsiya kerak ko'rsak bo'ladi. Birinchi targetimiz o'zini maksimumi, ikkinchi targetimiz previously daily high bo'lmasa imbalans. Bu H4 time frame'da imbalans shakllantiribdi. Xullas H4 time frame imbalansini kerak ko'rsak bo'ladi. Level bu yaxshi levelda shakllangan shu zonada. Ya'ni bu doğrudan doğru chiqib ketish ham mumkin. O'zidan oldingi maksimumni yangilab bilmay chiqib ketish ham mumkin. Vaziyatdan gap chiqib savdo etamiz. Ya'ni SMT bo'lib qolishi mumkin funt bilan, DXY bilan. SMT ya bo'lmasa qaysi bir modellar tushunmaydiganlar bo'lsa, shu kommentariyaga yozsalar, keyingi videolarimizda shu narsalar haqida ham oz-moz to'xtalib o'tamiz. Hozircha bugungi haftaning zadaniyasi xuddi shu FVG'ga test etib sel yurib berishi. Bugungi kunning zadaniyasi esa razvorot etib bersa, keyingi kunlarimiz bay yurishi mumkin. Keyingi bir kun, 2 kun bay yurishi mumkin. Пока shundan plan. Asosiy men euro yuzida bir parada ishlayman. Boshqa paralarda adda solib, ya'ni SMT qaralgan holatda bir parada savdo etaman. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.